ko'tiga tursiga olsin. Yaqubov aka, yo kirib olib aytayapti-ku, o'zidan o'zi sen do'zaxsan deydi. Ha, senga vahiy keldimi? Yo tushingda ko'rdingmi? Hali odamlar tushida donatorlarni ko'ryapti-kanu. Ha, alhamdulillah aka 3 ta farzand boqish uchun ancha-munchasini ko'ti kerak qilib buna qilish boryapti WhatsAppda. Jelab deydi. Otim aytma haromi. Qalbim og'riydi. Iplos gaplashasizmi-da, iplos. Iplos. Yaqubov aka, men uchun ham javob berishadi. Maktab bitta ikkita amdi bolalari. Sen hozir yozyapti. Sen to'g'ri do'zaxga kirasan. Sen qayerdan bilasan? Seni tushunga kirdimi? Yo vahiy keldimi senga? Yo haligi donatorlar, hali ashillachilarni tushiga kiryapti-kan, donatorlar. Tushida kalit beryapti-kan. Seni tushunga kim kirib aytdi shuncha gapni? Ayt. Nima ichyapsiz? Menmi? Aroq ichyapman. To'ydim. Mana ichaman bugun. Chayib bo'laman. Energetik ichyapman uxlamaslik uchun. Suv. Aka, spermani onangiz ichadi. Onaxon sperma ichavergandan men ichib turgan narsam bu nima? Adrenalin, anaqa energiya beradi. Kak erkak kishidagi gap bu ham. Bu erkak kishidagi gap. Yaxshi erkak kishi ayol kishiga energiya beradi-da. Haligi pachaq erkak kishi yusnamiga eshik siksin, buni o'tirsiz ham hali mazza qilmaysiz gapni. Bu hali negativ yozyapsan, sen haromlar, senlar chataq odamsan. Am bormi deydi. Men qaranglar. Parosat bormi? Parosat. Ayol kishi bo'lgandan keyin o'sha narsam bo'ladi-da, haromi. Sal parosat ishlatib yoz. Yo buyinamini ekolovida qolib ketganmi parosating? Olib kelib o'sha. Ko'rmayapsanmi ayol kishiman? Borda o'sha narsa. Allohim menga shunaqa narsa berganda, yiba. O'g'il bola bo'lganda qo'taq bo'lar edi. Sal parosatingni ishlatib yoz. Yo parosat bo'lmagandan keyin qiyin-da. Ha, men ayol kishiman, menda bor. Ayol kishida hammasida bor. Ya, nervi chiqmayapti. Am bormi deb 4 martalab yozyapti. Beparosat ayol kishiman. Albatta bor. Erkak kishi bo'lganda cho'chaq bo'lardi, ikkita tuxumim osilib turgan bo'lardi. Ha, menda o'sha narsa bor. Stop. O'ynaysizmi? O'ynayman-da, am bormi deb yozishyapti. Amim bor-da, bor, aming bor. Voy ganda. Aytishgani? Bilmasam, am bormi deb yozyapti. 5-6 martalab. Endi bilmasam, balkim tomosha qilib o'tirar. Balkim shit qilarmiz. Nima qilsak, am bormi deyapti. Bor. Ayol kishida am bo'ladi. Mana bunda ham bor. So'ramavora bo'lib. Erkak kishi bo'lganimizda bitta narsa chiqib turib, ikkita tuxumi bo'lar edi. Manba bo'lmas edi. Lichkangizga zo'r yozishibdi-ku o'zi ham. Men yarimini qo'ymayman, hali nervimga tegib yozishni qo'yib qo'yaman.